desam, azob deb aytolmayman sizga. Holatingiz yomon emas, srokingiz kichkina bo'lganligi uchun. Bachadoningizni bo'ynini qopqog'i bor ekanda, bunday tushuntirsam. Va o'shani tepaga ko'tarilib ketishiga ozgina o'zingizni ehtiyot qilib turishingiz kerak. Aslida bu narsani 17 haftada baholanadi, ikkinchi skriningda. Lekin birinchi skriningda ko'radigan bo'lsak, ogohlantiriladi ayolni. Ehtiyot bo'ling, yo'ldoshingiz pastroq, qonli ajralma bo'lishi mumkin, ko'chib qolish ehtimoli bor deb. Ko'chib qolish ehtimoli bo'ladi-da bunaqa vaqtda. Katta bo'lib ketgan Srok kattalashgani sari bachadon kattalashadi-yu, tepaga ko'tariladi. O'shanda yo'ldoshni o'zi bilan birga tortib olib chiqib ketadi. Orqa devorda tursa, sal sekinroq bu narsa, oldingi devorda tursa tezroq ko'tariladi. Chunki asosan orqaga matka o'solmaydi, umurtqa pog'oningiz bor, mishchalar bor. Oldinda qorin keng bemalol ko'tariladi, shuning uchun tepaga chiqib keta oladi. To o'sha tepaga chiqib ketgunicha buni ko'chib